ularni g'oyasini haqiqatga aylantirmoqchimiz. O'qishga kirgan ayollarning, qizlarimizdan soni o'g'il bolalardan ko'proq. Rahmat sizga vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat sizga vaqt ajratganimiz uchun. Qarang, birinchi raqamni qo'yganman, ikkinchi jamoani qo'yganman, keyin menga ideya. Endi bu birinchisi. Endi start olyapmiz. Birinchi marta televideniyaga olib chiqyapmiz. Kutuvlaringiz qanday? Endi uchtam men bo'layman. Muvaffaqiyatli startapda avvalambor o'zi eng katta startapga o'xshamasligi ham shu. Ya'ni bozor talab. Xarajatlarga ishlatib, nafsiga ishlatib, kompaniyani inqilobga olib kelib qo'yishyapti. Va to'rttasida ham qadriyat ko'rmadi. Faqat o'zingizga bitta savol beringlar. Shu vaqtgacha sizlar qo'ygan maqsadinglarni qaysi biriga erishmagansizlar? Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha, xayr. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha. Zo'r TV hamda Aloqa Bank, Aloqa Ventures taqdim etadi. Butun O'zbekiston kutayotgan lahzalar keldi. Ular orzuyingizni haqiqatga aylantiradigan investorlar. Eng katta g'oyalar, eng katta pullar uchun kurashadi. Eng yaxshi startapga sarmoya qilamiz. Tez kunda faqat Zo'r TVda taqdimot. O'zbekiston tarixidagi eng katta startap arena boshlanmoqda. Faqat Zo'r TVda. O'zbekistonda ilk bor startaplar katta sahnaga ko'tarilishadi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yosh g'oya mualliflari uchun maxsus media loyiha Taqdimot O'zbekiston loyihasi haqida gaplashamiz. Video davomida loyihaning yaratilish tarixi va unda kimlar ishtirok eta oladi va eng asosiysi investorlar kimlar va ular haqida batafsil bilib olasiz. Taqdimot O'zbekiston loyihasining investorlari Jahongir Ortiqxo'jayev, Zafar Hoshimov, Alisher Isayev, Umidjon Eshmuhammedov, Suhrob G'aybullayev va Shohida Ibragimova kabi O'zbekistonning eng taniqli va yirik tadbirkorlardan iborat. Assalomu alaykum Suhrob aka. Asosiy tashkilotchilardan biri sifatida bizga loyihaning g'oyasi qayerdan kelganini va ushbu loyihaning asosiy maqsad nima ekanligini tushuntirib bersangiz. Taqdimot O'zbekiston loyihasi hozirda Aloqa Bank, Aloqa Ventures va Startup Garage hamkorligida tashkil etilyapti. G'oyaning asosiy maqsadi yoshlarimizni startapga bo'lgan munosabatini o'zgartirish va startapga qiziqishni uyg'otish va hozirgi kunda biz Aloqa Bank bilan hamkorlikda bilsangiz hududlarda investor kunlarini o'tkazyapmiz. Investor kunlarida har bitta viloyatda mingdan oshiq yoshlarni jalb qilamiz. Endi Taqdimot O'zbekistonda biz O'zbekiston bo'ylab millionlab yoshlarni startapga jalb qilmoqchimiz va kelajakda O'zbekistondan talantlarni chiqarmoqchimiz. Ya'ni startap qiladigan va startapga qiziqadigan talantlarni chiqarmoqchimiz va o'z navbatida televideniya orqali startaplarga investorlar onlayn jonli efirda investitsiya berish jarayonidan ko'rsatmoqchimiz va bu Taqdimot O'zbekiston loyihasida biz startaplarni, ya'ni yangi talantlarni kashf qilmoqchimiz. Yana bir tomondan Suhrob aka, bu loyiha televideniya orqali efirga uzatilgandan keyin butun O'zbekiston ko'radi. Nafaqat startaperlar, yosh startaperlar, yosh g'oya mualliflari, balki kelajakda men ham startap qilaman, yangi g'oyalarni, yangi yechimlarni o'ylab topaman degan yoshlarni ham sonini ko'paytirishga ancha yordam beradi. Agar qo'shimchalar bo'lsa bemalol, lekin agar qo'shimcha yo'q desangiz davom etamiz. Haqiqatan Fathulloh shu paytgacha startaplarimiz o'zini rivojlantirish uchun, kengaytirish uchun investitsiya izlardi. Bugungi kunda O'zbekistonda shunday vaziyat keldiki, hozir 10 dan ortiq venture fondlar, angel investorlar paydo bo'ldi va ularning qo'lida 150 milliondan ortiq investitsiyalar mavjud, investitsiya miqdori bor va ular startaplarga investitsiya tikishga tayyor. Va ular nimani izlaydi? Ular startaplarning talantlarini izlaydi. Biz televideniya orqali o'zini g'oyasini amalga oshirishni ko'nglida maqsad qilgan va qanday qilib amalga oshiraman, qanday investitsiya olaman degan yoshlarimizni Taqdimot O'zbekistonga jalb qilib, ularning g'oyasini haqiqatga aylantirmoqchimiz. Ya'ni startapni rivojlantirishga investitsiyalar kiritish jarayonini onlayn ravishda amalga oshirmoqchimiz. Assalomu alaykum. Shohida opa, sizni loyihamizda investorlar qatorida ko'rganimizdan xursandmiz. Umid qilamizki, bu loyihadan yoshlarimizga juda katta tavsiya va bilimlaringiz bilan ulashasiz. Bizda bir nechta savollar bor. Tajribasidan kelib chiqib, savollarimizga javob bersangiz, ko'rsatuvni ushbu loyihani ko'rayotgan yosh startaperlarga, yosh g'oya mualliflariga foydali bo'ladi. Loyiha haqida agar tushuncha paydo bo'lgan bo'lsa, fikringizni bilmoqchimiz. Endi to'g'ri, hali boshlanmadi, lekin rejalarimiz juda katta. Loyiha haqida 2 oy oldin eshitgan bo'lsam, to'g'risini aytaman, Fathulla, meni investorlar qatoriga chaqirganingizdan juda ham xursandman.
katta ustozlarni qatorida o'tirish men uchun sharaf. Va bitta yagona ayol ekanman investorlar qatorida. Unga ham xursand bo'ldim, chunki mana hozir sizga aytayotgandim. Ayol kishini ayol kishi tushunadi. Hozirgi kunda qizlarimiz jadal rivojlanishmoqda. Hattoki agar yangi statistikaga qaraydigan bo'lsak, ayollarning soni o'qishga kirgan ayollarning qizlarimizning soni o'g'il bolalarnikidan ko'proq ekan. Bu yil Bu yil 25-yilda. 25-yilda. Undan tashqari nafaqat o'qishga kirish jarayonida, balkim ishlash jarayonida ham bizda ayollar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Va yana bir juda ham katta qonun bor. Ayollar ancha ham juda ham chaqqon, juda ham harakatchan bo'lishadi va o'shagan joyini o'zadigan bo'ladi deb aytishadi-yu. O'shaning uchun bekorga emas va aynan shu ayollarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu loyihada ekanligimdan juda ham xursand bo'ldim va bu loyiha haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, mana bizda juda ham ko'p joylarga, chet ellarga, seminarlarga, treninglarga, konferensiyalarga boramiz va juda ko'p investorlar bilan gaplashganimizda ularni asosiy investitsion instrumentlaridan biri bu startaplarga yaxshigina sarmoya kiritgani va ulardan foyda olayotgani. Lekin bizda hali bu ko'nikma shakllanmagan O'zbekistonda, chunki men o'zim 15 yillik investor bo'lib 4 ta 5 ta startap loyihalarga sarmoya kiritgan bo'lsam, 99% bu inqilobiy bo'lgan. Ya'ni aytganimdek, startaplar menga umuman pul olib kelmagan. Faqatgina bitta startapimizdan o'sha yiliga 20% men daromad olganman. Bu investitsion sohada bu yaxshi degani. Lekin to'g'risini aytaman, startaplarga sarmoya kiritish bo'yicha o'zimni ham hali unaqa katta tajribam yo'q. Lekin agar siz ya'ni sizlarni kompaniyalar bu narsani tashkillashtiryapsizlar, bu narsani investorlarga ko'nikma sifatida olib kelib zo'r startaperlarni investorlarga bersanglar, bu ham juda ham zo'r единорогlarni, ya'ni mana o'zim startapi birinchi O'zbekistondagi единорог kompaniya bo'lgan. Bunaqa единорог kompaniyalarni ko'pini chiqarib, iqtisodiyotimizning ham rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan bo'lardinglar. Biz asosiy sahnadamiz. Bizga tabiiy jarayon qiziq. Startaperlarimiz qayerda loyihalarni namoyish qilishadi? Investorlarimiz qayerda joylashadi va sahnani taxminiy ko'rinishi. Bizga buning uchun Abror Baxtiyorovich kerak bo'ladi. Abror aka, assalomu alaykum. Rahmat bizga vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat sizga vaqt ajratganimiz uchun. Abror aka, biz necha foiz tayyormiz? Qanchalik tayyormiz? Xo'p, biza deyarli eng qiyin ishni qilib bo'ldik. Ya'ni eng qiyin ish bizani ishda bu buyurtmachidan tasdiq olish. Eng qiyin ish bo'ldi. Endi bu yog'i texnik ishlar qoldi. Texnik ishlarni hammasini o'lchasa bo'ladi. Hammasini hisob-kitobini qilsa bo'ladi, vaqti bo'yicha ham, puli bo'yicha ham. Shuning uchun bizda taxminan 10 kunlik ishimiz bor bu yerda. 10 kundan keyin uzog'i mana svetlarni qo'yib, hamma o'sha bizga kerakli atmosferani yaratib olishimiz uchun yana 4 kun, 5 kun vaqt kerak bo'ladi. 2 haftada syomkaga tushsak bo'ladi. Assalomu alaykum, Muhsin aka. Rahmat intervyumizga rozilik berganingiz uchun. Avvalo sizni investorlarimiz qatorida ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz investorlarimiz qatoriga. Loyiha haqida ozmi ko'p ma'lumot berishgan bo'lsa sizga, loyihadan kutuvlaringiz haqida biroz fikrlaringizni bo'lsangiz. Mani kutuvlarim zo'r, chunki bu taqdimot loyihasini o'zi xalqaro darajada Shark Tank deydi. Ularni ko'rib turamiz biz va bu bizning jamiyatimizda aynan startaplarning rivojlanishiga va o'sha taqdimotda qatnashish xohishi bilan ko'p startaplar qo'shilishiga va rivojlanishiga turtki bo'ladi degan umiddaman. Bu startap madaniyatini rivojlantirishga yordam beradigan loyiha deb bilaman, avvalambor. Hech kim pul olmagan taqdirda ham men o'ylaymanki, ko'plab baribir sarmoya oladi u loyihani ichida, jarayonda, lekin olmagan taqdirda ham bu kabi loyihalar har doim shu startap madaniyatini oshirishga, shu keyingi darajaga olib chiqishga menimcha ancha yordam beradi. Chunki baribir IT loyihalar O'zbekistonda hali zo'r rivojlangan deb aytolmaymiz. Ko'proq baribir yangi yosh tadbirkorlar baribir ko'plar klassik biznes bilan shug'ullanadi. Do'kon ochaman deydi, apteka ochaman deydi. Lekin O'zbekistonda dengiz yo'q. Apteka biznesi bilan yoki qanaqadir mahsulot ishlab chiqarish biznesi bilan dunyoga chiqish sal qiyinroq boshqalarga nisbatan. Lekin internet bor, Wi-Fi bor. Bu degani IT loyiha bo'lsa,
dunyoni har bir chetida o'sha O'zbekistonda qilgan loyihalarni olib chiqish mumkin degani. Men o'ylayman, katta imkoniyat davlatimiz uchun, tadbirkorlar uchun avvalambor. Endi O'zbekistondagi startap bozorini holatiga biroz nazar tashlaylikda. Biroz O'zbekistondagi holat haqida gapirib bering. Keling endi qo'shni davlatlarga, SNG yoki O'rta Osiyodagi mamlakatlarga qiyoslaylik. Ularga qiyoslaganda bizning holatimiz qanaqa? To'g'ri aytyapsiz. Haqiqatdan startap bozorida yoki startap ekosistemasini yoshi bizda yosh katta emas. Aynan oxirgi 3 yilda startap ekosistema jadal rivojlana boshladi. 3 yil oldingi tarixni qaraydigan bo'lsak, bizni O'zbekistondagi startaplarimizni soni sanoqli edi, barmoq bilan sanarli edi. Hozirgi kunda esa bir necha yuzlab, ya'ni 500-600 talab aktivni ishlayotgan startaplarimiz bor va venture fondlarga qarasak, ya'ni investorlar tomonidan ham investorlar sonini 3 yil oldin deyarli topa olmagan bo'lsak, hozirgi kunda 15 ga yaqin venture fondlar bor, angel investorlar bor va kapitallari boya aytganimizdek 150 milliondan oshiq investitsiya bor, aynan startaplarni moliyalashtirishga tayyor bo'lgan. Ya'ni bozorimiz jadal rivojlanmoqda va bu startap ekosistemini keskin rivojlantirishga sabab bo'lyapti. Taqdimot O'zbekiston loyihasidan nimalar kutyapsiz? Endi bu birinchisi. Endi start olyapmiz. Birinchi marta televideniyega olib chiqyapmiz. Kutuvlaringiz haqida. Taqdimot O'zbekiston loyihasidan to'g'risini aytganda kutuvlarimiz juda katta. Ya'ni aynan qaysi tomonda deganda, men yangi startaplarni, yangi talantlarni, yangi yoshlarni kutyapman. Investor uchun nima qiziq? Yangi startaplar, muammolar va kelajakda unicorn bo'ladigan startaplarni ushlash qiziq. Shuning uchun biz investorlar Taqdimot O'zbekistonni finalini juda kutyapmiz. Ya'ni kimlar bo'ladi, qanaqa yoshlar bo'ladi va biz unicorn darajasiga yetadigan startaperlarni bo'lishini kutyapmiz. Bu juda ham zo'r imkoniyat yoshlarga, chunki bizni mana o'zim 30 yoshda, mana hozir 37 yoshda bo'lsam, 30 yoshda biznes boshlaganman va aynan katta investorlar, katta ustozlarning qatoriga kirish uchun juda ko'p harakat qilganmiz. Va bilasiz, ikkichilarning ichida 5chi bo'lgandan ko'ra 5chilarning ichida eng kichik bo'lganingiz ma'qul. O'shandagina siz o'sasiz. Va yoshlarga shunaqa zo'r imkoniyat beryapsizlarki, siz eng zo'r insonlarni oldiga ularni olib kelyapsizlar va ustoz sifatida ularni tanlash huquqini beryapsizlar. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak yoshlar. Klassik biznes coach sifatida yaqin qo'shni davlatlarimizda ham bozor haqida ancha fikrga egasiz. Aytaylik, keling Qozog'iston bilan O'zbekiston startap bozorini ozgina solishtirib olamizmi fikrlaringiz? Qozog'iston bozorida baribir ko'proq chet el kompaniyalari ko'proq ofislari Qozog'istonda. O'zi 90-yillar oxirlarigacha katta kompaniyalarni bosh ofisi O'zbekistonda bo'lgan. O'sha paytda konvertatsiya yopilganda hamma qochgan Qozog'istonda va bu Qozog'istonni sal tezroq rivojlanishiga bir sababchi bo'lib qolgan. Endi Qozog'istonda startaplar uchun nima farqi bor hozirgi kunda O'zbekiston bilan? Qozog'istonda angliskiy pravo degan bir virtual hudud yaratilgan. Ya'ni u yerda misol uchun qaysidir chet el investor kelib, ya'ni Astana Hub degan anaqa bor, O'zbekistonni IT parkiga o'xshagan bir platforma, o'sha bir nima bor, ekosistema bor. Ya'ni chet el investor Qozog'istondagi startapga pul tikkanda, mabodo qanaqadir sudga olib chiqish masalasi bo'lib qolsa, u yerda angliskiy pravo, ya'ni Angliya huquqi asosida sudlashadi. Ya'ni Qozog'iston qonunchilik orqali sudlashmaydi. Bu pul tikayotgan odamga qanchadir bir ko'proq ishonch bersa kerak deb o'ylayman. Katta farqi shu. Chunki O'zbekistonga kimdir pul tiksa, baribir hozircha bizda angliskiy pravo yo'q. Men o'ylayman shuni ustida ishlayapti deb umid qilamiz. Rivojlanishga balkim katta sababchi bo'lib qolar agar bizda ham shu angliskiy pravo bo'lsa. Chunki investor pul tikayotganda pul qo'rqadi. Pul qayergadir kirayotganda chiqishni o'ylaydi. O'sha men o'ylayman Qozog'iston bilan asosiy birinchi farqi shu bo'lsa kerak. Ikkinchidan baribir Qozog'istondagida shu chet el kompaniyalari ko'proq aktivroq ishlaganiga ozgina ko'proq pul ko'rgan. Sal menimcha kapital nuqtai nazaridan ham aytishlarga ko'proq pul tikilgan. Endi bu hozircha bugungi holat. Lekin hozir mana qilayotgan loyiha menimcha juda tez vaziyatni o'zgartirishga yordam bersa kerak deb o'ylayman. 20 yoshda bo'lsangiz, tasavvur qiling, 20 yoshdasiz, aynan 2025-yildasiz. Qaysi sohada qanday startap qilgan bo'lardingiz? Agar 20 yosh bo'lsam, men baribir bilmadim, ta'lim yo'nalishidagi startaplar menga juda qiziq. Nega? Chunki jamiyatimiz o'sib boryapti va yoshlarimiz umumiy nasleniya deydi, aholini 40% tashkil qiladi. Va bunga e'tibor berish va u e'tiborda startaplarning rivojlanish shansi juda katta bo'ladi. Shu startaplarga kirgan bo'lardim.
Agar hozirgi fikrlashim bilan, hozirgi qarashim bilan 20 yoshda bo'lib qoladigan bo'lsam, unda man meditsina sohasida va sun'iy intellekt sohasida ketgan bo'lardim. Chunki mana hozir man nafaqat investor sifatida, balkim startap loyihasini rahbari sifatida faoliyat yurityapman, balkim universitetimizda prorektor sifatida ham ishlayman. Central Asia University'da bilasiz, dunyoga mashhur, o'z biznesini ochgan eng zo'r ekspertlar kelishadi va shu ekspertlar bilan juda ko'p gaplashamiz. Biz yuzma-yuz va ularga ham ko'p savol beramiz. Agar xuddi shu savolingizni beramiz, agar sen yoshroq bo'lganingda qaysi startaplarga sarmoya kiritgan bo'larding deyishganda, sun'iy intellektga va meditsina sohasiga sarmoya kiritgan bo'lardim. Chunki hozirgi kunda agar qaraydigan bo'lsak, bizani hammamizning qo'limizda telefon bor. Hammamiz gadjetlarga yopishib qolganmiz. Undan tashqari odamlar to'g'ri qaysidir tafakkur qilayotgan insonlar o'zini tutib tura oladi va irodasi kuchli insonlar o'ziga qarashni boshlaydi. Lekin ko'p yoshlarimiz aynan shu gadjetlar, sun'iy intellektni ham yaxshi va yomon tarafi ham bor-da. Yaxshi tarafi kompaniyalarni rivojlantiradi, yomon tarafi odamlarni orqaga olib ketyapti. Oddiy misol qilib aytaman, yaqinda bitta tanishimizning farzandi ko'zi xira ko'radigan bo'lib qoldi, ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradi. Undan tashqari oddiy misol o'zimizda ham bo'lgan, depressiyaga tushib qolgan paytlarimiz, ertalabdan kechgacha misol Reels vaqtimiz bo'lganda, kechqurun bolalar uxlaganda charchab, ana Reels ko'raman deb kelasizda, uni scrolling qilaverib, boshingiz og'rib ketadi. Ya'ni bu sun'iy intellekt orqali ham juda ko'p muammolar ham chiqyapti va dunyodagi eng katta muammolardan biri aynan shu meditsina va sun'iy intellekt orqali chiqayotganiga aynan hozir insonlar shu yo'nalishda startaplarni boshlayotganda ham sarmoya kiritishyapti. Va shu narsaga ahamiyat bergan bo'lardim. Alisher aka, aytaylik hozir 20 yoshdasiz. Aynan shu 2025-yilda. Alisher aka 20 yoshda qaysi sohada, qaysi yo'nalishda startap qilgan bo'lardi? Startaplar ikki xil bo'ladi. Ya'ni texnologiyaga asoslangan startaplar bor. Bu Google, ChatGPT kabi texnologik startaplar. Bular dunyoda tarqalish uchun savdo ofisi kerak emas. Misol uchun ChatGPT zo'r bo'lib ketish uchun O'zbekistonda ChatGPT ofisiga ehtiyoj yo'q. Google ham zo'r bo'lib ketish uchun ya'ni Google ofisi O'zbekiston qaysidir davlatda bo'lish ehtiyoj yo'q. Bu degani men texnologik startap orqali dunyoda zo'r bo'lib ketishim qiyinroq. Chunki meni katta monsterlar uradi. Lekin men regional startap qilsam, regional degani ya'ni bu savdo va marketingga asoslangan startaplar bor. Ya'ni qaysidir IT loyiha ofisi bo'lishi majbur bo'lgan startaplar bor. Bu misol uchun qanaqadir ERP tizimlar, avtomatizatsiya tizimlari, mana bizda ham CRM tizimlarimiz bor. Bu yerda mani chet eldagi katta monsterlar ura olmaydi. Men ko'proq shunga urg'u bergan bo'lardim. Chunki baribir texnologiya nuqtai nazaridan Amerika ancha oldinga o'tib ketgan. Amerika butun dunyoni aqllarini yig'ib olgan. Men u yerda juda katta nimadir bo'lib ketishim sal qiyinroq bo'lsa kerak. Lekin regional savdo marketing asoslangan startaplar bo'lsa, men ko'proq shularga ko'rgan bo'lardim. Hech bo'lmasa o'zimizni bozorni egallashga hech bo'lmasa emas, ya'ni menga kirib olish osonroq bo'ladi va keyin rivojlanishimda boshqa davlatlarda ham baribir ofislar ochib, savdo bo'lim qanaqadir savdo yo'nalishlarini ochib, marketing xodimlarini olgan holda kirishim sal yengilroq bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar men 20 yosh bo'lganimda aynan fintech sohasidagi startap qilishga harakat qilgan bo'lardim. Aslida o'zi startaper bo'lish, startap qilish juda qiyin, chunki startapni hayoti og'ir bo'ladi, startapda risklar ko'p va qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Startaplar qiladigan odamlar qahramonlar desak bo'ladi aslida. Agar men 20 yosh bo'lganimda fintech sohasida startap qilardim va fintechni aynan qilishim sababi aynan bankda ishlaganligim va finansiy texnologiya sohasida bilim borligi uchun aynan shu sohada startap qiladi. Chunki startap asoschisi o'zi qilayotgan ishini aynan yaxshi tushunishi kerak, mutaxassisi bo'lishi kerak va o'sha sohadagi muammoni bilishi kerak. Startaperlarimiz qayerda asosiy? Xo'p, startaperlar mana biz garaj yasayapmiz. Mana shu yerda garaj bo'ladi. Bu yerda mana shu yerdan chiqib kelishadi va garajdan ko'pchilik bilasizlar, startaplar garajdan paydo bo'ladi, yaralgan va aynan mana shu joyda prezentatsiyalarni amalga oshirishadi. Garaj bilmayman, endi hozir coworking centerlar har xil endi zamonaviy sharoitlar juda ham zo'r hozir. Lekin bir simvolический
garajni qo'ydik va garajdan chiqib investorlarni oldida investorlar mana shu yerda o'tirishadi. Investorlarga alohida joy qo'yamiz va chiqqan startaper prezentatsiya qilgandan keyin investor men mana shunga pul tikaman deyish uchun hamma sharoitni qo'yamiz. Aha. Kayfiyatni shunaqa zo'r qilib beramiz, xudo xolasa investorlar kelib ko'rib turib, deb oladi. Men 100 ming dollar deyman. 100 ming, 500 ming dollarlar shunda otib yuboradigan qilib yuboramiz, xudo xolasa. Ko'filarni ham zo'rlarini aytyapmiz, ko'fi mashinalarini zo'rlarini aytyapmiz. Alohida ofitsiantlar olib kelishimiz mumkin. Ha. O'shanga Startap qiladigan vaziyatdamiz. startaperlarga bo'ldi, nima pul deyishga sal yordam berib yuborsak, zo'r biz xursand bo'lamiz. Zo'r, deyarli biz tayyor ekanmiz. Abror aka, men sizni endi yoshligimdan bilganim uchun bir narsani 100% ishonch bilan ayta olaman. Juda ko'p omadli loyihalaringiz bo'lgan. Bitta loyihani rejasini ko'rgandan keyin uni kelajagini ham bemalol taxmin qila olasiz. Endi savolim quyidagicha, Taqdimot O'zbekiston loyihasini kelajagini qayerda ko'ryapsiz? Xo'p, keling, hozir birinchi ko'p loyihalarni nima dedingiz? Omadli loyihalar chiqargansiz. Aslida bu narsa men emas. Aslida bu jamoani xizmati, jamoani mehnati va hozir startap loyihasida ham jamoa yaxshi yig'ilyapti. O'shani hisobga olib biz aytishimiz mumkinki, bu O'zbekistondagi eng mashhur proyektlardan bittasi bo'ladi deb ayta olamiz. Chunki haqiqatan ham yaxshi jamoa yig'ilyapti. Endi kelajagi to'g'risida agar jiddiy gapiradigan bo'lsam, odatda qanaqa loyihalarning kelajagi bo'ladi? Yoki u loyiha odamlarning ko'nglini shu darajada ko'tarish kerakki, yoki bo'lmasam u loyiha oldin shu hududda umuman qilinmagan original bo'lishi kerak. Boshqa joylarda qilingan bo'lishi mumkin, lekin bizning hududda umuman bo'lmagan bo'lishi kerak. Endi hozir bizda ikkalasi ham bor. Bu ikkala kriteriya ham bor. Ya'ni odamlarning ko'ngli nimani hisobiga ko'tariladi? Yosh bola chiqib turib 100 ming dollar, 200 ming dollar, mayli 50 ming, 20 ming dollar misol uchun olsa ham, bu odamlarga qanaqadir boshqacha huzur beradi. Endi bundan tashqari bu ko'rsatuv katta muammolarni yechyapti. Katta muammolarni yechyapti. Bu ijtimoiy muammolarni yechyapti. Ya'ni ishchi o'rinlar, startaplar, davlat byudjeti degan narsalarni endi tasavvur qiling, agar hozir shu yerda chiqqan startap o'sha o'ziga kerakli investitsiyani olsa, o'ziga kerakli darajadagi urovingga chiqadigan bo'lsa, u IPO ga chiqadi. U degani global bozorga chiqadi. Global bozorga chiqqandan keyin davlat iqtisodiyotiga albatta foyda bo'ladi, chunki tashqaridan valyuta kiradi bizga. Tushunyapsizmi? Endi har bitta o'sha o'xshagan loyiha IPO ga chiqaversa, bu yerda bu ko'rsatuvning nufuzi juda ko'tarilib ketib qoladi. Chunki bu ko'rsatuvga chiqayotgan startap shunchaki chiqmaydi. Uni obdan chig'iriqdan o'tkazishadi, uni o'rgatishadi, qanaqa qilib, nima qilsak biz o'sha global bozorga chiqamiz degan masalalarni tubdan o'rgatib, keyin olib chiqishadi. Bu degani, agar odamda hech bo'lmasa qanaqadir g'oyasi bo'lsa ham, kelib shu narsani to'laqonli ma'lumotini olib va o'sha olgan bilimlarini hayotda qo'llay olsa bo'ldi. Bu ko'rsatuvni ko'rgan odamlar ham bundoq qarab, biz o'sha har xil life hacklar beramiz yoki bo'lmasam o'sha biznes ilmi bo'yicha kechirib qo'yasizlar-ku, bizani eng mashhur biznesmenlarimiz o'tiradi bu yerda. Albatta. O'zbekistondagi eng oldi biznesmenlar bu yerda startaperlarga maslahatlar beradi va bu maslahatlarni kim xalaqit beradi? O'zingizda qo'llashingizga. To'g'ri. Shu narsalarni hisobga olganda bu ko'rsatuvni kelajagi menimcha yaqin 5-10 yil ichida kelajagi shunaqa bo'ladiki, bu loyihani men so'z topolmayapman. Muhimlik darajasi, jamiyatdagi muhimlik darajasi juda yuqori bo'ladi.
agar o'ylagan narsamizni amalga oshira olsak. Albatta, umid qilamizki, siz ham jamoangiz bilan, biz ham jamoamiz bilan barcha katta jamoa o'ylagan maqsadimizga albatta yetishamiz. Tashkilotchilarga va ishtirokchilarga omad tilaymiz. Biz davom etamiz. Hozir 4 ta 5 ta startap loyihaga pul tikdim, 90% fail bo'ldi. Dedingiz, nima deb o'ylaysiz? Ularning eng katta xatolari nima edi? Hozir yosh startaplarning eng katta xatolari haqida gapirib bering. Zo'r savol berdingiz. Bilasizmi, hozir men sizga aytaman, birinchi startap ga pul tikkanimda yoshroq bola edi. Menga o'zini biznes planini ko'rsatgan. Undan tashqari raqamlashtirilgan hamma moliyaviy korxona moliyasidagi o'sha hamma narsani raqamlashtirgan bo'lgan. Pulni berganman, ilmi bor bo'lgan, o'zini salohiyati bor bo'lgan. Pul berganman deb, bilasizmi, yoshlarni eng katta, mana qarang, uzun marketga sarmoya kiritganman. Undan tashqari o'quv markaziga sarmoya kiritganman. Yana bittasi ishlab chiqarishga sarmoya kiritganman va marketing sohasida ham sarmoya kiritganman. 4 tasini ham bitta narsa umumiylashtirgan. Ularni inqilobga olib kelgan. Qadriyat. Yoshlar negadir men bilmayman, moliyaviy savodxonligi kam tufaylimi yoki pulni noto'g'ri boshqara olgani tufayli pulni boshqara olmasdan o'zini shaxsiy xarajatlariga ishlatib yuborib, kompaniya zo'r, rivojlanadigan kompaniya o'zini shaxsiy xarajatlariga ishlatib, nafsiga ishlatib, kompaniyani inqilobga olib kelib qo'yishyapti. Va 4 tasida ham qadriyat ko'rmadim. Va'dalarni zo'r berishadi, investorlarga zo'r prezentatsiya qilib berishadi-da, aynan shu 4 tasida, ya'ni o'sha va'dasini ustidan chiqmagani, yolg'on ko'p gapirgani, pulni noto'g'ri boshqargani tufayli o'sha startap kompaniyalar yopilib ketgan. O'ylashadiki, bir marta misol uchun mayli, men-ku pulimga roziman, lekin baribir ichingizda o'tadi. Siz pulni yaxshilikka berishni, ya'ni rivojlanishga berishni xohlaysiz-da. Aynan shu ichingizda o'tgan ilohiy qonunlar ham bor-da, moliyaviy savodxonlikda. Aynan shu kichkinagina ichingizda o'tgan narsa ham o'sha odamning nafaqat biznesiga ta'sir qiladi, balkim kelajagi uchun ham ta'sir qiladi. Va shu 4 ta ishonasizmi, pul tikkan odamlarim hozir unaqa zo'r rivojlanib ketmayapti-da. Aytadi-ku, oltin olma, duo oldim. Duo oltin emasmidi? Shu maqol juda katta ma'noni anglatar ekan. Va shu qadriyati yo'q insonga umuman pul tikmagan bo'lardim. Men o'sha bitta katta startapga pul tikkanimda uni qadriyati juda boshqacha edi. Hamma narsa raqamlashtirilgan va katta va'da bermas edi. Katta va'da bermagani uchun men u insonni juda hurmat qildim va pulni ham vaqtida qaytardi va hamma narsasi dokumentalniy, vaqtida o'zi ishini qiladi va hamma pulni moliyaviy savodxon, o'zi finansist, pulni zo'r boshqargani uchun hozir kompaniyasi borgan sari rivojlanib bormoqda. Bilimdan tashqari yosh startaplarda umuman yosh tadbirkor bo'ladimi, startaper bo'ladimi, eng asosiysi baribir odamgarchilik, hech bo'lmasa. Albatta. To'g'ri so'zlik, odamgarchilik. Odamgarchilikka hozirgi kunda hech narsa yetmayapti. Umidjon aka, qachondan boshlab o'zi startaplar bilan aloqalari boshlangan? Investitsiya kiritgan yoki startaplarga shug'ullangan startaplar bilan startaper shogirdlaringiz bordir balki, biz bilmagan. Albatta, shogirdlarimiz ko'p, lekin startaplarga nechinchi yildan kirgansan desa, taxminan 2022, ya'ni 3 yil bo'ldi. Undan oldin startap deganda endi IT yo'nalishida deb qaraladi, lekin startapga o'zi 30 yoshdan ofitsialniy firma ochib kirib shug'ullanishni boshlaganmiz, lekin bu klassik yo'nalishdagi startaplar bo'lgan. Hozirgi startaplarni o'sha IT yo'nalishda virtualniy asset deyman men, virtualniy aktivga kirish shansi menda o'zi oshib bordi va unga e'tiborim ko'p bo'ldi. Nega? Chunki tendensiya o'zgaryapti. Kelajakda klassik biznesda aytaylik 1 trillion aylanishi mumkin, lekin virtualniy biznesda 100 trillion aylanadi. Sen qaysi birida bo'lishing kerak? 1 trilliyondami yo 100 trilliyondami degan savolda albatta yoshlarimiz umuman startapga kirayotganlar virtualniy aktivlari ko'payishiga e'tibori kuchayyapti. Уже klassik biznesdan odamlar уже tortilib virtualniy aktivga kirishishi e'tibori ham, mavqei ham, pulga nisbatan moliyaviy asosi ham katta bo'ladi. Bundan keyin o'sha joyda ko'rish kerak hamma o'zini. Ya'ni kelajagimiz shu yerda. Albatta, hozir masalan pul topgan odam oldin nima qilardi? Mashina olardi, uy olardi, boshqa qilardi. Yo'q, hozir virtualniy aktivdagi narxi oshishi bu katta qiymatga ega. Investitsiya kiritgan startaplaringiz bormi? Investitsiya kiritgan startaplarimiz bor. O'sha President Tech Award'da 2-o'rinni olgan Student Hunter
loyihasiga kirgizganmiz. Keyin yana 2-3 ta loyihalarimiz bor. Endi uni ichida fail bo'lganlari ham bor. Ya'ni ochganmiz, LCTI degan loyihamiz bo'lgan. U ishlagan, lekin jamoa boshqa yo'nalishga ketganligi uchun u to'xtatilgan. Keyin yana loyihalarimizdan yana keyingi loyihalarimizdan MBTI degan loyihaga kirgizganmiz. U insonni qanaqa xarakterga egaligini aniqlab beradi. Lekin u loyihamiz ham to'xtatilgan, ya'ni vaqt emas. U loyihalarga virtual aktivga kirilayotgan loyihalarni vaqti ham muhim ekan. Qaysi vaqtda qaysi loyihalar ishlaydi degan. U loyihani 2 yildan keyin ishlash imkoniyati juda oshadi. Sababi ijtimoiy tarmoqdagi tushirilayotgan holatlar, ya'ni stress holatlari ko'payyapti. U stress holatlarini to'g'rilash uchun, u narsalarni to'g'ri yo'lda odamlar mana bu yo'nalishga ketishligi uchun u loyihamizni 2 yilga to'xtatganmiz. Tushunarli. Ancha tajriba yig'yapsiz 3 yilda. Uni o'zi yana loyihalarimiz bor. Buni aytmoqchi emasman, chunki u ozgina anaqalar nima edi, NDAga qo'l qo'yganmiz. Ya'niki yana 3 ta loyiham bor. O'zi gapirmoqchi bo'ldim. Keyin qo'l qo'yganligim esimga tushib qoldi. NDAga qo'l qo'yganmiz. NDAga qo'l qo'ygandan keyin u loyiha to MVP ga chiqmaguncha uni aytib bo'lmaydi. U haqida ma'lumot berish mumkin emas. Tushunarli. Keling endi startaplarga fokusimizni qaratamiz. Sizni e'tiboringizni tortish uchun sizni nima deydi? Sizni hech bo'lmasa bitta savol berishga majbur qilish uchun startaplar qanday ko'rinishda bo'lishi kerak? Ya'ni raqamlar deymizmi, jamoa deymizmi? Shu haqida bir og'iz. Albatta, o'sha Shark Tankga ko'rgan paytimda menga har doim men tavsiya qilardim, agar kim pitchga chiqayotgan bo'lsa, kim prezentatsiya qilishni boshlayotgan bo'lsa, albatta ahamiyat beriladigan narsa, men balkim finansist bo'lganim uchundir, menga raqamlar qiziq. Har doim raqamlarga urilgan startaplarni rivojlanib ketadigan imkoniyati katta bo'ladi. Raqamlar bilan ishlayman, chunki asosan biznesda raqamlar gapiradi. Negizida raqam turadi va uni ustiga quriladi marketing strategiyasi yoki sotuv yoki boshqa tizimlar raqamlarning ustiga quriladi. O'shaning uchun har doim tavsiya qilardim raqamlar bilan ko'proq ishlashligini. Va ikkinchisi jamoa. Qarang, birinchi raqamni qo'yyapman, ikkinchi jamoani qo'yyapman, keyin menga ideya. Ideyasi keyin turadi. U ideyani amalga oshiradigan jamoa bormi? Bu juda ham dolzarb mavzu. Chunki ideya hammada bo'lishi mumkin va ideyani qiymati u jamoasi bilan va raqamlari bilan attract qiladi, ya'ni jalb qiladi. Tushunarli. Keling endi hozirgi tajribangizdan kelib chiqib, startaplarni, shunaqa yosh jamoalarni xatolari haqida bir ikki og'iz gaplashsak, ertaga siz yoningizga kelishdan oldin shu xatolarni qilmasin. Zo'r, mani oldimga kelmasdan oldin xato qilmasligi uchun menga rosa qiziq virtual aktivdagi startap IT yo'nalishdagi har qanday industriyaga bo'lmasin, kirayotgan paytda break even deydi, ya'ni beziyon nuqtadan qachon chiqishligini ko'rsatish juda muhim. Sababi hozirgi xatoliklar u raqamlar bilan ishlamaganligi uchun, beziyon nuqtaga qachon chiqishligini, tartibini, rejasini, byudjetini qilmaganligi uchun yiqilyapti deb o'ylardim, chunki ko'p startaplar hype'ga qarab yuryapti. Ya'ni ideya zo'r, mayli aytaylik jamoa ham zo'r, lekin jamoani ozuqasi baribir uni finansирование qilinayotgan byudjet bilan bog'liq. Ideya zo'r bo'lsin, lekin beziyon nuqtaga chiqa olmaydigan bo'lsa, investor ham charchaydi. Ya'ni investor kirayotgan paytida u raqamini kutilgan sanasini bilmasa va u raqamlarga yurayotgan qiymatini ko'rmasa, u to'xtashi ham mumkin. Yo jamoani muammosi bo'ladi, hattoki ideya zo'r bo'lsa ham. Yokida loyiha to'g'ri reja, to'g'ri strategiyada ketmayotgan bo'ladi. O'shaning uchun juda ham men tavsiya qilardim, qachon beziyon nuqtaga chiqishligini va u qachon foydaga kirishligini ko'rsatishdi. Chunki hozirgi startaplardagi fikrlash ideologiyasi exitga qaratilyapti. Men asosiy foydani exitda qilaman deb qo'yilyapti. Yo'q, bu strategiya hali faza 2 da bo'lishi kerak. Faza 1 da har doim exitda beziyon nuqtaga yokida olinayotgan dataga bog'liq. Yo, sizni strategiyangiz men beziyonga emas, meni asosiy sotuvim dataga bog'langan desa, unda tushunamiz. Lekin o'sha beziyon nuqtani va asosiy datani sotilish nuqtasini ko'rsatish kerak. Ana shunda ko'p odamlar yiqilyapti va asosiy chiqilayotgan
strategiyasi, ya'ni seed leveldan A seriyaga o'tolmayapti. Seed leveldan A seriyaga o'tish uchun albatta sizni raqamingiz beziyon nuqtadan yuqorida bo'lishi kerak. Ana shundagina siz davlat o'laroq regionalniga chiqa olasiz. Regionalniy o'laroq dunyoga chiqa olasiz. Lekin uni ko'rsatish uchun u loyihalar beziyon nuqtadan o'tishi kerak. Yo'kida big dataga o'tish kerak. Ya'ni ikkita yo'nalish borda. Yo sizni big datangizni narxi baland bo'lishi kerak, ya'ni uni ichidagi ma'lumot juda baland bo'lishi kerak. Yo'kida siz loyihangiz beziyon nuqtadan yuqori bo'lishi kerak. Bu meni qarashim, balkim boshqalarda boshqacha qarash bordir. Startapda odatda sotilmaydigan mahsulotni qilmoqchi bo'ladi. Bozorga ega bo'lmagan mahsulot. O'zi eng katta startaplar o'xshamaslik ham shu. Ya'ni bozorda talab yo'q. Aslida mana o'zbek tilida ham mana xarid qilish so'zi bor. Xarid qilish so'zi nima deyiladi? Sotib olish. Sotib olish. Odamlar fikrlamaydi. Ozgina tafakkur qilsa, oldin sotib ko'rish kerak, keyin olib ko'rish kerak. Startaplarda ham biz o'zimiz ham ko'p qilgan ishlarimizda oldin sotib ko'rganmiz, o'xshagan loyihalarni sotib ko'rganmiz. Keyin qarasangiz sotilyapti, keyin unga tayyorlansangiz zo'r bo'ladi. Bir startap bor, mayli nomini aytmaymiz, bular shochik qilishadi. Ya'ni savdo markazlarida nechta odam kiryapti, ayol kishi, erkak kishi, necha yosh degan shunchaki kamera orqali shochik qilib sotishni yo'lga qo'ygan startap bor O'zbekistonda. Ko'plar biladi, nomini aytmay qo'ygan odamlar. Bular nimadan boshlagan? Bular misol uchun savdo markaziga kirishganda, ko'p odam kiradigan joyga rahbarlari kirib, bizda shunaqa startap bor. Har kuni nechta odam kiryapti bilmoqchimisiz? Ayol kishi, erkak kishi, yosh necha bilmoqchimisiz deb taqdimot qilishgan, birinchi shartnoma qilgan, sotib ko'rgan, hali yo'q ish nimasi. Shartnoma qilgandan keyin bir kichkina xonaga ikkita qiz o'tkazib qo'yganda, web kamera qo'yib, ikkita qiz просто sanab o'tirgan. Nechta kirdi, kirmadi. De keyin chiroyli отчетlar qilishgan. Chiroyli отчет qilib, hisobotlar qilib, olib kirgan. 2-3 ta joyga borgan, katta mijozlik, mana shunaqa narsa qila olamiz. Shunaqa hisoblab beramiz deganda, shartnoma qilindi, qarasa ketyapti, odam pul to'layapti. Yo'q narsani sotib ko'rdi. Keyin dasturchilar olib, keyin uni avtomatik ravishda haligi shu kiryotgan insonlarni identifikatsiya qiladigan programma tuzishgan. Ya'ni boshlanishiga shunchaki qo'l rejimida o'tirib odamlar hisoblab o'tirgan. Ya'ni ko'plab teskari qiladi, ko'plab zo'r programma qilib qo'yadi, keyin boradi, shu yerda mijoz yo'q deydi. Mana shu narsa katta xatolardan bittasi. Suhrob aka, sentyabr oyigacha biz 5 ta viloyatda investorlar kuni tadbirini o'tkazishga ulgurdik. Bu hali ham davom etadi aytgancha. Endi mana shu tajribadan kelib chiqib, startaperlarni eng katta xatolari nima bo'lyapti? Hozirgi kunda qanday xatolarga yo'l qo'yishyapti? Va ushbu loyihada qatnashmoqchi bo'lgan, qatnashayotgan startaperlar bu xatolarni qaytarmasligi kerak. Bizning kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, hozirda startaplarda keng uchraydigan xatolardan biri bu jamoani shakllantirish bilan bog'liq xatolar. Unda nima deydigan bo'lsak, aynan startaper, misol uchun fintech sohasida startap qilyapti. U startap sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkin. Ya'ni u texnolog, kod yozadi, masalan, fintech ko'taradi, lekin u sotuvni bilmasligi mumkin. Unga sotuv bo'yicha jamoadosh kerak, ya'ni sherik kerak. Agar uni xodim qilib olsa agar, baribir jamoadosh bo'la olmaydi. Yoki keyingisi bo'lishi mumkin, aynan moliyani boshqarish bilan bog'liq xatolar. Moliyani boshqarish bilan xatolar nimaga olib keladi? Bu startapni odatda bankrot bo'lishga olib keladi. Ya'ni moliyani to'g'ri boshqarmadi, oyliklarni bera olmadi va moliyaviy qiyinchilikka duch keladi, investitsiya vaqti jalb qila olmaydi va rejalashtirishdagi xatolar tufayli bankrot bo'lishi mumkin bo'ladi startaplar. Keyingisi esa bu bozorni to'g'ri baholay olmaslik, bozorni to'g'ri o'rganmaslik. Ya'ni u startap baholagan edi, bozor menga 1 milliardlik bozor bor, men 10% olaman. Misol uchun 100 million bo'ladi va shundan men $1 million foyda olaman degan. Aslida esa bozor o'lchanganda xato o'lchangan bo'ladi va shu orqasi natijasida u kutilgan natijaga erisha olmay bankrot bo'lishi mumkin, fail bo'lishi mumkin bo'ladi. Investitsiya olingandan keyin olingan investitsiyani ham to'g'ri joyga taqsimlay olish ham asosiy vazifalardan biri ekan. Xuddi shunday. Loyiha namoyishi vaqtida Shohida Ibragimovani e'tiborini tortadigan narsalar 3 tadir, 4 tadir. Aynan nimalarga ko'proq e'tibor berasiz? Loyiha davomida men o'zim aytganimdek, hozir aynan shu startap loyihasiga hozirgi kunda biz ham sarmoya kiritayotganimiz uchun o'zimdan kelib chiqqan holda aytaman. Hozir mana 400 dan ziyod ayollar biznes loyihalarini ko'rdik va ularni nimasiga
ahamiyat berib keyingi bosqichga, ya'ni moliyalashtirish bosqichiga biza o'tkazmoqmiz. Birinchisi bu ilmi bormi yoki yo'qmi aynan shu sohada. Va aynan shu sohada ozgina bo'lsa ham tajribasi bormi? Undan tashqari aytganimizdek qadriyatlardan olib tashlab birinchi o'rinda qadriyat va undan tashqari bizga biznes planni shunaqa qilib berish kerakki, 1 yillik plani bormi yoki yo'qmi? Aniq sizda 1 yil qayerga ketyapsiz, nima ish qilishlaringizni yozib chiqishingiz kerak. Raqamlar so'zda emas. U investor pul tikayotgandan keyin sizni raqamlaringizga qarab, hech bo'lmasa misol uchun mayli o'sha 100% yozgan bo'lsangiz, 50%ga chiqa olsa ham qancha pul tikkanimda qancha pul ola olaman degan sizni ko'zingiz oldida nima bo'lish kerak? Rasm bo'lish kerak, tasavvur bo'lish kerak. Va shularni ko'rganimizdan keyin sekin biz o'sha bosqich yana ikkinchi bosqichimizda biz ular bilan birma-bir gaplashgan holda keyin sarmoya kiritamiz. O'sha aytganimizdek, zo'r biznes reja. Chunki siz zo'r startaper bo'lsangiz, agar biznes rejangiz bo'lmasa, u ham bo'lmaydi. Raqamlashtirilishi kerak biznes rejangiz va undan tashqari sizni planingiz bo'lishi kerak, strategiyangiz bo'lishi kerak. Strategiyangiz ham bo'lmasa bo'lmaydi. Oddiy misol, men o'zimni ayol loyihamni 9 oy davomida faqatgina izlanish bilan boshladim. Ya'ni men o'sha $10 million investitsiya olgan bo'lsam, $10 million investitsiyani olishimgacha, shu $10 million aytmay qo'yaylik. Ayol loyihamni boshlashimdan oldin 9 oy men shuni ustida ishladim. Va investitsiya olgunimgacha ayol loyihamga men bormagan joyim qolmadi. Bangladeshga ham borib keldim. Aynan mikro moliya shunaqa tashkilotlar qayerda bor. Qozog'istonga borib keldim, Turkiyaga borib keldim, O'zbekistonda ayollarni o'rgandim, statistikani o'rgandim. Uni puxta qilib olganimdan keyin men investorga zo'r, hamma narsa doskонально ipidan ignasigacha aytganimdan keyin ishonishgandan keyin menga ham sarmoya kiritishdi. Juda katta mablag' kiritilgan va buni biza 5 yillik o'sha rejasi bor. Va bilasizmi, agar sizda planingiz bo'lsa, siz qayerga ketayotganingizdan qo'rqmas ekansizda. Sizda planingiz 50% hech bo'lmasa nima bo'ladi, amalga oshar ekan. Ertaga mana bu narsa bo'lish kerak, indinga mana bu narsa bo'lish kerak, ya'ni ketma-ketlikda aynan shu planingiz orqali ketasiz. Va eng katta yana faktorlardan biri bu jamoa. Men hozirgi kunda investitsiyamni, ya'ni mani resursimni, vaqtimni, energiyamni, undan tashqari o'sha korxonada ozgina mablag' ajratganmiz, mablag'imizni jamoani o'stirish uchun, ularni yanada rivojlantirish uchun, jamoani zo'r yig'ish uchun, ya'ni jamoani jiplashtirish uchun ham juda katta nima qilaman, ahamiyat beraman. Chunki sizni jamoangiz zo'r bo'lsa, sizni uzoqqa borish imkoniyatingiz ham katta bo'ladi. Qonun bor. Shu qonunda aytilganki, agar sen tezroq marraga yetishni xohlasang, bitta o'zing bor. Agar sen uzoqroq marraga yetishni xohlasang, unda jamoa bilan bor. Ya'ni 1+1 3 degani bekorga emas. Aynan shu narsani o'zingizga qonun qilib olsangiz, bu zo'r bo'ladi. Men o'zim har doim bitta o'zim chiqishga harakat qilardim. Va qaysidir momentga kelganimda to'xtab qoldim. Shu narsani jamoaning o'rni bilinadi. Ha, jamoa bo'lgan, asosan nima desam bo'ladi? Xodimlarimiz bo'lgan. Jamoa bilan xodimni ham farqi katta ekanda. Keyin nima qilsam men yanada o'saman, nima qilsam men ko'proq qo'ygan maqsadimga erishaman deganimda, ustozlar bilan gaplashganimizda siz jamoa yig'ishingiz kerak. Siz bo'ldi. Men har doim man bo'lib kelgan, endi bizga o'tishingiz kerak. Biz bo'lsangizgina siz rivojlanasiz deyishdi. Bu narsa juda qiyin bo'lar ekan, mendan keyin bizga o'tishga, lekin o'sishi, rivojlanishi va masshtabi aynan biz bilan ko'ryapman. Siz uchun muvaffaqiyatli startap loyihani 3 ta eng asosiy jihati. Endi 3 tani men bo'layman. Muvaffaqiyatli startapda avvalambor bozor bo'lishi kerak. Ya'ni odamlar pul to'lashga tayyor bo'lishi kerak va startaplarda bitta muhim ko'rsatkich bor, churn rate deydi. Churn rate deganda ketib qolish foizi degani. Mana misol uchun aytaylik, obuna asosida qilayotgan startaplar bor. Obuna asosida qilayotgan startapda agar churn rate, ya'ni o'sha ketib qolish koeffitsiyenti katta bo'lsa, bu startap uchun juda yomon signal. Bu uzoqqa borish qiyin bo'lgan startap. Va bu korxona barcha qilayotgan ishi shu churn rate, ya'ni ketib qolish koeffitsiyentini kamaytirishga shug'ullanish kerak. Ya'ni sizni hozirgi mijozingiz haqiqatda sizga uzoq muddat pul to'lashga tayyormi degan, endi LTV degan ko'rsatkich bor, lifetime value degan. Shu ko'rsatkich qancha degan savolga javob bo'lish kerak. Bu kabi ko'rsatkichlar ko'p aslida biznesda. Ya'ni
Shu signallardan bittasi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu jamoa. Odatda odamlar, ya'ni investorlar o'zi birinchi navbatda jamoa, keyin qolgan ko'rsatishlar desak to'g'riroq bo'ladi. Birinchi navbatda investorlar komandaga pul tikadi. Ya'ni shu inson yoqdi, fikrlashi, ichidagi energetikasi va ko'p yani bitta ko'rib bo'ladi, ya'ni to'lqin qalbga ulanib qolsa, jamoaga pul tikadi investorlar ko'proq. Nimaga? Chunki startap o'xshashi mumkin, o'xshamasligi mumkin. Lekin bu jamoa bilan ikkinchi, uchinchi startap qilib bo'lsa ham eplab ketishga ko'zi yetishi mumkin. Va jamoalar ham to'g'ri qilmoqchi bo'lsa, mana bitta narsa qilishimiz kerak. Uyalish kerak emas, qaysidir startap o'xshamasa. Bu tamg'a bo'lib qolish kerak emas hech qachon. Lekin qaysidir mana startap kelajakda startap bo'ladiganlarga bitta kichkina maslahat. Investordan pul oldingiz. Misol uchun 10% berdingiz investorga, 5% berdingiz. Biznes qilib ko'rdingiz. Bu biznes o'xshamadi. Keyingi loyiha qilasiz baribir. Keyingi loyihaga birinchi pul tikkan odamga borib, o'sha 5% o'tgan safar o'xshamadi, mana sizga 5% yoki 10% shunchaki hadya yangi loyihadan. Biz siz bilan pul tikmasangiz ham mana o'tgan safar o'xshamay qoldi, lekin birga bo'lishni xohlar edik deb tikilsa, u investor uchun ham zo'r baho. Yangi tikayotgan, pul tikayotgan odam uchun ham zo'r baho. Loyiha davomida demak, sizni asosiy e'tiboringizni tortadigan jihat bu jamoa Juda katta omil, to'g'ri. va natijalarni raqamda ko'rsatib bera olish. Raqamlarni tushunish, nima qilayotganini tushunish. Ya'ni nima sotayotganini tushunish, asli nima qiymat berayotganini tushunish bozorda. Startaplarni moliyalashtirmoqchi bo'lgan investorlar startaplardan birinchi navbatda jamoa haqida qiziqadi va jamoani sifatiga qiziqadi. U jamoadagi founderlar haqiqatdan oldin startap qilganmi, bu sohadagi mutaxassismi, bozorni o'rganganmi, ya'ni jamoani sifatiga birinchi navbatda e'tibor qaratishadi. Keyingisi esa o'sha startap qilinayotgan sohada haqiqatdan muammo bormi, jamiyatdagi shu muammo bo'ladigan bo'lsa, muammoga yechim beryaptimi bu startap? Agar muammoga yechim bersa, u startapni rivojlanishi va odamlarni bu startapdan foydalanish ehtimoli yuqori bo'ladi va startap uzoq vaqt yashaydi, muvaffaqiyatga erishish ehtimoli yuqori bo'ladi. Keyingisi esa o'sha sohani va bozorni hajmi, ya'ni agar bozor hajmi juda yuqori bo'ladigan bo'lsa, startapni ehtimoliy yuksalishi va rivojlanishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Va keyingi muhim ko'rsatkich startapni muvaffaqiyatini va rivojlanishini ko'rsatadi. Bu raqamlar, ya'ni startap boshlangandan MVP qildi, rivojlandi, sotuvlarni boshladi va o'sha sotuvlar oyma-oy oshyaptimi, necha xga oshyapti va traction qanaqa bo'lyapti, ko'rsatkichlarni investorga aniq va lo'nda ko'rsatib berish kerak. Shunda investorlar ishonadi, ya'ni investorlar raqamlarni yaxshi ko'radi. Sizni qarashlaringiz juda chuqur, Jon aka. Zo'r ma'lumotlar berib o'tdingiz. Bu haqida Andijonda investorlar kunida investor sifatida mehmon bo'lib kelganingizni ham aytgan edingiz. Aynan startaplarda qanday jihatlarni qadrlashingiz haqida. Fikrlar uchun kattakon rahmat. Sizga ajratilgan kameramiz orqali Taqdimot O'zbekiston loyihasida qatnashuvchilarga va keyingi mavsumlarda qatnashmoqchi bo'lganlarga ikki og'iz tilaklaringiz bilan bo'lishsangiz. Mani tilaklarim albatta Taqdimot O'zbekistonda qatnashinglar. Ko'p insonlarda bo'lishi mumkin. Yo'q, menga hali bor bu taqdimotga. Yo'q, hali u darajaga chiqmaganman. Yo'q. Sizlar shunaqangi maqsad qo'yinglarki, o'sha taqdimotda eng katta investitsiya summasini men olaman degan niyat bilan boshlasanglar, ishoninglar bu narsaga erishish mumkin. Faqat o'zingizlarga bitta savol beringlar. Shu vaqtgacha sizlar qo'ygan maqsadinglarni qaysi biriga erishmagansizlar? Ko'p yillar yetishinglar mumkin. Haqiqatda men hozirgi qo'ygan maqsadlarimni hammasiga erishganman deb. Agar shu so'zni ayta oldingizmi, bizani kuting va taqdimotda sizlarni o'sha yangi loyihalaringizni, yangi ideyalaringizni biza bag'rimizni bosib kutib olinglar va ularga investitsiya kiritinglar. Hammanglarni kutib qolamiz. Avvalambor Taqdimot O'zbekiston loyihasiga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zim ayol investor sifatida va startapchilar sifatida ham bunaqa loyiha haqiqatdan birinchisi menimcha O'zbekistonda birinchisi va sizga shunaqa zo'r imkoniyatlar berilyaptiki, haqiqatdan bu imkoniyatni nima qiling, foydalaning bu imkoniyatdan. Biz ustozlarga yetishishimiz uchun 100 ta chig'iriqdan o'tgan bo'lsak, siz ustozlarga yetishishingiz uchun 5 ta chig'iriqdan o'tasiz va bu siz uchun eng katta imkoniyat. Sizni qiladigan ishingiz harakat
ilm va ustozlar bilan nima maslahatlashgan holda shu startapingiz ustida ishlash. Hammalarga omad tilayman va Xudo xohlasa ko'rishguncha. Taqdimot O'zbekiston loyihasiga qatnashmoqchi bo'lgan startaplarga Taqdimot O'zbekiston loyihasiga qatnashing, startapingizni rivojlantiring, g'oyangizga investitsiya jalb qiling va uni amaliyotga tatbiq qiling va qatnashayotgan startaplarga sizlarga omad tilaymiz va Taqdimot O'zbekiston loyihasidan investitsiyalarni jalb qilib startapingizni yangi bosqichga olib chiqing va bizni jamoamizga qo'shiling. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha, xayr. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha. Ushbu loyiha sizga manzur keladi degan umiddamiz. Video boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun uni do'stlaringiz bilan ulashishni, izoh qoldirishni va eng asosiysi sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Taqdimot O'zbekiston loyihasida ko'rishguncha.